Arafatda turish. Arafatga kelgandan keyin Masjidul Namrni markaz qilib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'rsatib bergan doirada toki kun patqichi turdi. Bu yerdagi turish vuquf deb ataladi. U hajning eng cho'ng farzidir. Arafat maydonida mumkin bo'lsa qiblaga va Jabal Rahmat deyiladigan rahmat yig'iga oldini qilib turish mustahab. Har ikkilisiga oldini qilib turish mumkin bo'lmasa, qiblaga oldini qilib turish sunnat. Duo qilish, zikr etish, Qur'on o'qish qatorliq ibodatlar bilan mashg'ul bo'lish ajoyib bir fursat. Namoz peshin vaqtida peshin bilan asrni birlashtirib, bir azan ikki takbir bilan qasr qilib o'qiydi. Bu jam'i taqdim, ya'ni baldir jamlash deb ataladi. Namozdan keyin yana Alloh taolani ixlos bilan ko'p zikr qilishga va ko'p duo qilishga ahamiyat berish lozim. Chunki bu kun Arafat maydonida duo ijobat bo'ladigan kundir. Shunga bu kunni g'aflat bilan uxlab, behuda paronsilib, sayli sayohat shaklida oylanib yurib o'tkazib etmay, peshindan keyin toki kun o'ltirib bo'lguncha fursatni ching tutib, duo va talablarni tilashda va gunohlarga tavba qilishda g'animat bilmak lozim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam eng ko'p qilgan duo La ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu lahul mulku va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir degan duodir. Haj qilg'uvchilar quyosh g'arbga o'ltirib, namoz sham vaqt kirgan hamon namoz o'qimasdan Muzdalifaga qarab mangadi. Kun o'ltirishdan ilgari Arafatdan ayrilish to'g'ri emas. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Arafatdan Muzdalifaga kun o'ltirgandan keyin manggan. Haj qilg'uvchilar Muzdalifaga qachon borsa, shu chog'da, shu yerda namoz shom bilan qilganni bir azan ikki takbir bilan jamlab qasr qilib o'qiydi. Bu jam'i ta'xir, ya'ni kechiktirib jamlash deb ataladi.